Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadirlik qarindoshlar. Bugün 2016 yılı 16 oktyabr yakshanba, atgan soat 8:13 İstanbul vaqti. Qadirlik qarindoshlar, şu Ramazandima degandim. Qur'on so'zlarining kimligi to'g'riliq bir o'rganish qilmoqchidik. Qur'on so'zlarining kimligi. Qur'on so'zlarining kimligi degan bu kitob ba'zilarida bor, ba'zilarida ammo bo'lmagan qarindoshlar bu kitobni shu yuzlan to'ridan yoki bo'lmasa hayotkitabim.com to'ridan tushirib olsanglar bo'ladi. Onundan başqa biz bu kitobninki app Qur'on so'zlarining kimligini app kitob qilib yasab chiqqan. Buni izlagan qarindoshlar app kitobni tushirib olaydi. Bu app kitobni bir qadar to'yishtirib o'tay. Qur'on so'zlarining kimligi deb meni miyali ko'rdinglar. Bu app kitob. Shundan foydalansanlar bo'ladi. Bugün sözlemek şu olan Mezmun Muddessir suresi, Zuha suresi to'g'riliq sözlemekçi. Hem de ondan başka bu 6 xiltillik, 8 xiltillik Kur'an-ı Kerim'nin gibini qilgan. O app mu püttü. Meyeden kösek buludu. Bunun da şu mayan tarafdaki kimlik o'xshash narsa shu suralarning kimligi. Bu yerdan bu suralarning numaraga asosan tanlab, undan keyin xohlagan oyatga bora olasizlar. Masalan, sura Zuha 5:111 oyda degandekchi. Bu app obdan bitdi, lekin yana ishlatib ko'rib, agar kemçiliki bo'lsa desanglar onu to'liqlab qo'ysak bo'ladi. Menga qarasanglar mushaf tartibi bo'yicha bu hozirgi qo'limizga Qur'on Karimning mushaf tartibi bu. Shu tizilishi bassanglar ichiga kira olasizlar. 6 xil. Uyg'urcha, arabcha, uyg'urcha, turkcha, inglizcha, fransuzcha, yaponcha, koreyacha. Shunday tarjimasi bor. Bunun keyin bunun yeni bir nuzul tertibi, bu nuzul tertibi boyunca bassanglar Fatiha, Alaq, Muzammil, Muddessir, Zuha bugün 5. sure Zuha. Zuha suresini kimligi, yani o Zuha suresinin qisqacha mazmuni to'g'riliq biraz muzokara qilsak bo'ladi. Unda bo'lsa qarindoshlar, hozir Zuha suresininki kimligi to'g'riliq kömekçi. Bunu bu app'ten görmen deseler yani bassanglar çıkıdı. Yani bu sureninki seherden yüp yoruk vakti, çaşka vaktidir. Bunu yani bassanglar paylaşıdığı yeri var. Muhabbet kılın değil. Onu aparıp Facebook'a yakın değil paylaşsanglar. Bu dersin mezmunundan başkalarına paylansı bulur. Yani bu kitaptan okuyumuz. Ondan başka erkensi takımımızdaki galiba karakter ve sabahlardan kitap çıktı. Onun haberini belgen bulaydı. Şunda gep qarindoshlar, Qur'on surining kimligininki 5. Zuha suresi to'g'riliq 3 betken bu mazmun. Şunu hem de etkilerlikleri namazdan keyin ballarыңlar bilan o'tirib bu surada nima deyilibdi, nima maqsad bor ekan, Alloh zoti bizga nima demoqchi, shu to'g'riliq muzokara qilsanglarmi yoki bo'lmasa o'zinglar yolg'iz o'qisanglarmi bo'ladi.
Zuha suresi 48. betteki kolamdaki kitapta. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuha suresi bu surinin seherinin yupyuruk vakti, çaşka vakti ma'nisini bildirgan Zuha ismi birinci ayetten ilingan. Seherinin yupyuruk vaktini temsil kılgan çaşka vakti şahit bolsun. Kur'an'da çaşka vakti adette akşamның qarama-qarşı sübütüde işletildi. Surege isim verilgen ayetteki çaşka vakti arkalık cehaliyet keçisiga hatim bergen kündüz sehiri nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Zuha surasimi Leyl, Fecr ve Esr'ga o'xshash isimleri zamanның parçalarını ifadelagan suralar kategorisi kirdi. Yani zamanni Allah bizni zaman bilan hisoblaydi emasmi, bizning ömrümüzni. Bizim şu zaman Allah şu zamanni namı bilan berilgan suralarning ismi to'g'riliq so'zlanadi bu yerda. Sura dastlabki mezgili nozil bo'lgan suralarning biridir. Suraning 3-oyatimi ishorat qilgandek, vahiy jarayonida normal deb qaralishi kerak bo'lgan bir to'xtab qilishning binormal va yoki butunlay to'xtab qoldi deb ansirash tuyg'usi paydo bo'lgan mezgilda nozil bo'lgan. Tushungansizlar, bu sura payg'ambar alayhissalomga nabiylik süreci, nabiylik nimasi boshlanib, payg'ambar alayhissalomningki, ya'ni Rasululloh Allohning elchilik vazifasini berilgandan keyin uni bir mezgil meni Zuha surasi deyotibdi. Meni oldingi 5-sura bo'lsa, sura tartibi bo'yicha, nozil bo'lish tartibi bo'yicha oldidagi suralar nozil bo'lib, orada to'xtab qolgan deydi. O çağda Peygamber Aleyhisselam'ın ensirash paydo bo'lgan, ham boshqalarni Peygamber Aleyhisselam'a nisbeten sen Peygamber dedin, qanu vahiy degandek Peygamber Aleyhisselam'ın sıkıştırış bo'lgan mezgilkende suraning başdan oxir Resulullah'ның shaxsiy tarixi haqida ma'lumot berganligi ve onun shaxsiyatini shakllantirish maqsad qilingan bir sura ekanligi nazarda tutilganda Muzammil Qalam suresi arasida o'rin olgan 5-qitimda nozil bo'lgan sura deb qarash muvofiq deb qaraymiz. Buni Hazreti Ayşe'nin Qalam suresi haqidagi rivoyatlari kuchlantirmoqda. Mazkur sura 3 qismdan tarkib topgan bo'lib, sura Rasulullohga tasalli berish bilan qolmasdan, uningga kelajak haqida xushxabar berdi deydi. Rivayetler bu sürünün bir vahiy to'xtash, fatrati vahiy hodisasidan keyin nozil bo'lganligini bayon qiladi. Bu haqiqiy ma'noda bir fatrat bo'lmasi kerak. Buni dastlabki mezgilda nozil bo'lgan vahiy bo'lganlikdan, vahiyning nozil bo'lish ritmi haqida tajribaning kamchil bo'lishidan paydo bo'lgan endisha deb qarash lozim debdi. Rasululloh ikki vahiy orasidagi normal bir to'xtashni butunlay to'xtab qilish deb o'ylab qolganlikdan endisha qilgan bo'lib, bu sura bilan Rasulullohga tasalli berilgan deydi. Qaranglar. Yani bir adam endişe qilib qolsa yoki bir narsadanchi, biz uningga sura bilan tasalli beradiganmiz, ham o'zimiz topa oladi ekanmiz. Endi qanday qilib beribdi tasallini Alloh? Mana qarab boqinglar. Zuha qo'shmaqa deb qaralgan Inshirah surasi bilan birlikda muhotabaga ilhom bergan suradir deydi. Suradan Rasulullohga tasalli berish bilan qolmasdan, uningga kelajak haqida xush bishorat beriladi. Yani biz tasalli berdikanmiz, yani Allah tasalli beribdi, undan kelajak to'g'riliq xush xabar, xush bishorat berilibdi. Bu suramo dastlabki mezgilda nozil bo'lgan suralarga o'xshash Resulullah'ның shaxsiyatini barpo qilishni maqsad qilmoqda. Sura 3 bo'lakdan tarkib topgan bo'lib, ama yani shaxsiyatni barpo qilish degan gap bu asosan Medine davrida nozil bo'lgan, yani payg'ambarlikning 23 yilining 13 yili Mekke'de o'tdi, qolgan 10 yil Medine'de o'tdi. Şu Mekke'de nozil bo'lgan oyatlar, suralar asosan şu
Peygamber Aleyhisselam'ın, sahabalarının şahsiyetini, her bir adamınki özüdeki ahlaki ahlakını tüzeş, ahlakını tekim takımlaştırış için elip verilgan terbiye hem şu şahsiyet düzelmese, adamın ahlakı düzelmese, şahsiyeti, kişiliği düzelmese o cemiyetni tözeştin söz aşkılı bulmaydı o. Şuna bu şahsiyetin ona ait mühimliğini sözlevatı bir adam. Çünkü yine Allah'ın ki bir kanunu var o sünnetullah. Her kadar bir millet özünü özgertmeyince ben onu özgertmeymen deydi. Şu özümüzünü. Yani dep durup yine özünü özgertişinin yolunu bizge Allah dep köstüpür atıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akıllı. Sure 3 bilekten terk tapkan bulup, birinci bilek kasem ve huşkabarlarını teşkil tapkan. Yani birinci ayetten 5. ayetkice. İkinci kısmı da yani 6. ayetten 8. ayetkice. Resulullah'ın Risaletten burunqi hayatıga münasebetlik ma'lumotlar bayon qilingan. Üçüncü kısmı da Resulullah'ni terbiyeleş maksat kılınan ayetler orun algan. Yani 9. ayetin 11. ayetler. Sure cehalet karangılıqıga hatim bergen vehinin nur çaqnap turgan sehirini ve o seherden hoş bişaret bergen kiçini şahit kılıp Rabbin seni taşlip etkinimi yok, senden rencip kalgınımı yok. Ve bu hoş haberinin kelecekte riyallıkka ayrılganlığı hakkındaki kapalet ötmüşte onun kılgıngan ilahi ikramdır. Onunla bir çağlarda yetim, nime kılışını bilinmey kalgan ve muhtaç işgallikini tüvendeki ayetlerde eskertildi. Bismillahirrahmanirrahim. Elem yecidike yetimen fe'ala ve vecedeke dallen fehada ve vecedeke ailen fe'agna. O seni yetim bilip panah vermedi mi? Kaymukkan bilip hidayet kılmadı mı? Seni yoksuz bilip kişilerden bihacet kılmadı mı? Qaranglar. O seni yetim bilip panah vermedi mi? Kaymukkan bilip hidayet kılmadı mı? Seni yoksuz bilip kişilerden bihacet kılmadı mı? Üçüncü kısmında onunla birilgen nimetlerinin şükrüsünün del şu nimetinin cinsinden bulunduğanlığı ima kılınıp aciz, yetim yesirlarını himaye kılış, muhtaçlarının hacetini rava kılışga buyurulup, Rabbinin hidayeti ve nimetiga qandaq şükür kılış uslubu görüstülgen. Bu gap pek mühim. Her qandaq şükür aşı narsaning cinsinden bo'ladi deydi. Masalan, biz özümüz öğrengen tilning yoki bo'lmasa bilimning şükranasını bermoqchi bo'lsak, ashuning o'zidan, ashuning jinsidan. Masalan, matematikani o'rganib, matematikani hayotimizda qo'llanib, shuningdan pul topgan bo'lsak, masalan-chu, ashu matematikaning jinsidan yoki-chu, yoki bo'lmasa pul topgan bo'lsak, pulning o'zidan degan o'xshash shu jinsidan demoqchi. Onunla berilgan nimetlerin şükrüsün del şu nimetin cinsini bulduğanlıkını ima kılınıp aciz, yetim mislen himaye kılış. Muhtaçlarının hacetini rava kılışı buyurulup Rabbinin hidayeti ve nimetine qanday şükür kılış uslubu görüstügen. Bu arkalık barlıq hitap kılışlarga veznesi kılıngan. Şu dua qilib qo'yishlardan tugmaydi hamdi-chu. Shu tapqan taginimizdan şu yetimlarga, haceti varlarga birishni davatida. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ondaqda yetimni xarlama deydi. Yordam qil debdi da, yordam qilib ondan xarlaydigan ishlar bo'ldi masalan. Her ahvolda yordam talab qilishlar qo'pollik qilma. Qaranglar. Her ahvolda yordam talab qilishga qo'pollik qilma. Elingga qo'ygan bir tutinglar ma'ni debchu. Anda bermang naiti rahmat aytib bering deydi. Hatta Allah shu odamga rahmat ayting o'zinglar shu yordam qilgan odamga, u odam emas.
Sen boğanlıkın üçün, sen bunda muhtaç bir adamni Allah bana ivetkenlik üçün, yaki men şunun sanarlık imtihan kıldıqalığım üçün, ma narsini sana beriyatma. Rahmet. Sen bo'lmagan bo'lsang, men sen qanday berayotdim, bu sabab qanday erishayotdim, deb rahmat ayt degan gap. Her daim Rabbingning sana ato qilgan cheksiz ne'matini tilingdan tushirma deydi. Endi Allah menga anda yaxshilik qildi, menda yaxshilik qildi, men mana ne'matga erishdim deb her zaman shuni o'ylaydi ekanmiz. Tilimizni tushirmaydi ekanmiz. Uni ifoda qilishning o'zi uchun bir rahmat. Tilingdan tushirma. Bular orqali hammamizga Rasululloh sizlar uchun mislsiz bir ne'matdir. Sizlar bu buyuk ne'matni unutmanglar demakdir. Yani Allah subhanahu taolo aşında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'xshash bir yetim evlatdan, bir yetim adamdan butkul insoniyatni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan Qur'oni Karimning elchisi bo'lib, Allohning elchisi bo'lib, bizga shunday o'zining axloqi orqali güzel ahlak orqali örneklik vazifasini o'tab bizga Allohninki kitobi bo'lgan Qur'oni Karim, Allohning risolati bo'lgan Qur'oni Karimni bizga qoldirib ketdi va o'z hayotida uni ijro qilib, sunnat orqali ko'rsatib o'tib ketdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uchun. Shunga ashuningmi bir mislsiz ne'mat ekanligini unutib qolmanglar. Payg'ambar alayhissalommi sizlarga, bizga mislsiz ne'mat. Shunga uni yaxshi o'rganinglar. Onun hayatını, 23 yıllık hayatını, mesela Mekke'deki 13 yıllık hayatı kadar o vaktiki nazil olan sürüler, ya ayetler, Peygamber Aleyhisselam özü kanda terbiyelenip diken, Allah onu kanda terbiyelenip diken, o kanda sahabelerimizi terbiyelenip diken, Kur'an-ı Kerim arkalık, bunu Allah'ın vehiysi arkalık, bunu yaxşı öğününe demek için. Yine birisi geldi, ben bayatıma oğlum bilan ders kıldık. Bu hem de bir yerdemge yaxşılık kılış güzel iş hem de şu. Ama yaxşılık bo'lgandan keyin minnet kılış en načar bir iş. Endi hayatımızda nurg'un adamlarga yaxshilik qilgan bo'lishimiz mumkin, ular bizga yaxshilik qilgan bo'lishi mumkin. Ammo agar yaxshilik bo'lgandan keyin o'shadan bilmadi deb, minnatdorlik tarbiyasi deb bir tarbiyaning Arzugul xonimniki qarqashda so'zlagan 2 soatlik nimasi anglaysizlar. Yani minnatdorlik tarbiyasi to'g'rida, ammo haliqi minnat qilishning o'zi yaxshi emas demdisin. Men ana yaxshilik qilgandim, menda yaxshilik qilgandim debchi. Kechgacha hamda muhtoj bo'lgan inson bir ömrüde muhtoj bo'lib qolib, hamda Allah muhtojligini sinaydi. O muhtoj bo'lmagan, yoshga yordam qiladigan odamni sinaydi demdisin. Aynan qilib qilgan yaxshiligini bundan to'yg'izab zati shu bir umr. Shu nimishqimi shundan muhtoj bo'lib qolgandimi yoki shu nimishqimi ashidan men yaxshilik qilsag'anto. Shuni qilmasammi bo'pti ekan, ayna kun qolmasam bo'pti ekan, ashidan men yaxshilik qilmasam bo'pti ekan. Digidek holatga ekilib etishning o'zi shu Allah subhanahu taolo Qur'on Karimda bir oyat deydi-ku, sizlar minnat qilmanglar, qilgan yaxshiliklarni bekor qilib etisizlar, yuvib etisizlar. Bu xuddi toshning ustiga nima qilgan to'piq o'xshash, bir shamol chiqsa yoki yomg'ir yog'sa, hammasi chiqib ketadi uningki, pak o'zib ketadi deb. Xudolik sivetni yo'g'on, sivetni ko'tarib minib, hammadan o'y dahshat cho'ng sivetgan bu. Gayet ko'p binasi bor ekan deb biladi, ammo uni shu oxirgi mavqiga olib olsak, ichi qarasa, binasi yo'q. Yani sivetni suv ko'targandek bir ishda. Şunamda yaxshilik qilib, uni qiyomatda Allohning oldiga, Allohga daftarimizda ashada qilgan yaxshiliqim shu deb biz bilan boralisa birgicha, undan keyin bu qilgan yaxshilikning foydasi bo'ladi. Yaxshilikni qabul qilgan odamma foyda ko'radi. Agar unda qilmay bu yaxshilikni ko'z qilish niyatida yoki ko'z qilish niyatida qilmoqda, ammo shundoq
minnat qilib salsak, undan keyin bu yaxshilikni qabul qilgan odamga, muhtoj odamga to'ydirib bersak, u odamning bizga qarata biz yaxshilik qilmagan chog'dagi o'sha yaxshilik qilmagan bo'lsa kashki, o'sha odam qilmagan bo'lsa, yaxshi odam deydigan nim bilan yaxshilik qilib bo'lib, undan keyin uning qilgan minnat bu nimada olsalar debdi qilmish ya ko'masa onda demaysizmi, lekin shu qattiq usunib biz uchun ayndaq yurakka zid bo'ladigan unda ish bo'lib qolsa yaxshi bo'lmaydi demoqchi ekan. Shu Zuha surasininki qisqacha mazmunini shundoq o'rganib o'tdik. Endi qolgani hayotimizda uni qanday ijro qilish qilig'liq. Rahmat qarindoshlar, bek uzun bo'lmasin, har kuni 2-3 bet bir narsani shundoq birga tahlil qilib o'rganib maqsaq foydasi bo'l deb o'ylayman. Kitobni o'qishni xohlaydigan Qur'on suralarining kimligi degan kitobni o'qisangiz bo'ladi. Uningki telefon orqali uning men nimasini ko'rma deydigan qarindoshlar, buning telefonniki app bormi-chu, shu app orqali o'qisangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa kunda shundoq vaqtimiz chiqsa, kunda yoki bo'lmasa 2 kunda bir 114 sura emasmi? Shuni o'zaro har kuni bir surani app maqsad bo'ladi. Rahmat qarindoshlar. Allah bugungi kuninglarni nihoyatda yaxshi o'tkazishga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.